Kitap o'qishning hayotga ko'rsatadigan 10 cho'ng ta'siri. Birinchi, hayotingiz murakkablashib ketganda qiyin masalalarni qandoq bir taraf qilishning yo'lini adashmay topa olaysiz. Hayotingizning ig'ir damlarida beshingizga g'am tashvish tushganda pulingiz va sog'lomligingizni behuda ishlarga, aroq-sharob, kiyim-kechak, yemak-ichmak va shuningga o'xshash narsalarga sarf qilmay, biror kitobxonaga berib, o'zingizga yoqqan kitobni setib oling. Shuning bilan o'zingiz uchun yangi bir olamni ochsiz. Bu kundalik hayot tashvishlari va ko'ngilsizliklarni unutishning eng foydali va arzon usuli hisoblanadi. Ikkinchi, oilangiz borligini his qilib qolasiz. Bu yerda biz ota-onangiz yoki qarindoshlaringizni ko'zda tutmadik. Balki siz kitobga mehringizni berib, yangi kitobxo'marlar oilasiga qo'shilsiz demoqchimiz. Bu ailəyə qoşuluşunuz bilan ətrafınızda daim sizni qo'llab-quvvatlaydigan və hər qandaq ahvolda yordam qo'lini so'zadigan odamlar paydo bo'ladi. Bu kitob o'quvchilar va kitobni yaxshi ko'rguvchilar oilasidir. Bu oiladagilarning sizga e'tibor qilishini orzu qilsangiz, yangidan o'qigan kitobingiz haqidagi fikr-mulohazalaringizni yozib mening. Şunun özüla kupay qiladi. Üçüncü, cheksiz tafakkur olamiga kirsiz. İnsan kitobning yordamida o'tmishdagi ajdodlarining hayotini tushunadi. Shularning orasida yashagandek bo'ladi. Kitob o'qish sizga har xil davlatlarning madaniyati va har xil kishilarning hayotini so'zlab beradi. Ma'naviy dunyo qarshingiz kengaydi. Kitob insonlarning bir-birini tushunishiga yordam berdi. Siz bo'lsangiz, o'zga bir insonning hayotiga kirib borsiz. O'ylab ko'ring. Boshqa bir odamning o'rnida bo'lishni orzu qilamdingiz? Faqat ko'rib baxmagan yerlarda sayohat qilishnimi? Hayotda yangi tajriba savoqlarga erishishni-chu? Bu siz o'ylaganchilik qiyin ish emas. Faqat kitob o'qish kerak xolos. 4-chi, chiroyli so'zlashni o'rganasiz. Kitob o'qish insonning so'z boyligini oshiradigan, uni to'g'ri talaffuz qildiradigan va yozdiradigan eng oddiy uslub hisoblanadi. Şuna ko'proq kitob o'qing. Buning bilan eng aqallisi to'rbatlarda paydo bo'ladigan xatolik bilan to'lgan yozmalardimi ajablanadigan bo'lasiz. Ammo esingizda bo'lsinki, hargizmi boshqalarning xatosini izlaydigan, uni masxir qiladigan qittig'urga aylanmang. 5-chi, kutish zallardagi uzun yo'lliq qatnashlardagi va uzoq uchrat saqlash jarayonidagi vaqtingizni ahamiyatlik o'tkazsiz. Hayotingizda cho'ng o'zgarish bo'ladiganga tayyor turing. Uchrat turganingizda yoki kutish zallarida u yoqdan bu yoqqa mengib, saytingizga to'liq qarab yoki ham suhbat izlab siqilib yurmang. Asabiylashmang. Faqat kitob o'qing. Bundaq ahvolda doim yeningizda kitobingiz bo'lsin. Uni qo'lingizga eling va o'qing. Buning bilan sizning tititliq ichida o'tkazadigan vaqtingiz yiqimliq va foydali bo'ladi. 6-chi, qiziqarli shaxsga aylanasiz. Sizda dunyo qarshingizni o'zgartirish niyati bo'lmasa-mu, atrofingizdagilar sizning o'zgarayotganligingizni darhol payqaydi. Siz jalb qilarliq va yaxshi suhbatdoshga aylanasiz. Kitob
bizga hissiyotni va boshqa insonlarning dunyo qarashini tushunishni o'rgatadi. Natijada biz his tuyg'ularni yaxshi his qiladigan va boshqalarning dardiga dardman bo'ladigan odamga aylanamiz. Hayotingizda ani tepilmagan, qo'pol muomalaga duch kelmagan, namratlikda yashab baxmagan yoki muhabbatda rad qilishga uchrab baxmagan bo'lishingiz mumkin. Kitob bo'lsa, shu ishlarni his qilishni, atrofga o'zgacha nazar bilan qarashni va bo'layotgan ishlarni qiziqish bilan kuzatishni o'rgatadi. Demak, siz dunyoga, odamlarga o'zgacha nazar bilan qarashga boshlaysiz. 7. Burun bilmaydigan talay ishlarni bilib olasiz. Qandaq janrdagi kitoblarni o'qishingizdan qat'iy nazar, kitob orqali nihoyatda ko'p ishlarni bilib olasiz. Bu tarix, psixologiya, madaniyat, ruhiyat, fan texnika, urush oqibatlari, insonlarning bir-biri bilan bo'lgan munosabatlari va hayotingizda zarur bo'lgan turli ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Ko'p narsa bilishni xohlamsiz? Falsafa, psixologiya, ommaviy ilmiy adabiyot va biografiyalarni o'qing. Bugungi kunda har qanday turdagi kitobni tepish qiyin emas. Agar siz izlagan temadagi kitobni topolmasangiz, bu shu temada sizning qalam tavartishingiz uchun ajoyib yaxshi imkoniyat bo'ladi. 8. Ilgari bak ahmaq ekanligingizni his qilib qolasiz. O'ylab ko'ring. Kitob o'qishni boshlashdan burun o'zingizni hamma ishga aqlim yetadi deb biladigan bo'lg'aydingiz. Kitob o'qishga kirishgandan keyin bo'lsa, hamma narsa o'zgardi. O'qigan tunji kitobingizdan keyin hech narsa o'zgarmasligi mumkin. Ammo har bir kitob har qanday ahvolga boshqa bir nazar bilan qarashni o'rgatadi. Kitobni qancha ko'p o'qisangiz, dunyo qarshingiz shuncha ko'p o'zgarib bordi. Oldingizda yangi eshiklar echilaverdi. Mengingizda yangi fikrlar, orzular, ma'lumotlar paydo bo'laverdi. Siz boshqa kishilarning his tuyg'ularini xuddi o'zingizninkidek his qilishga boshlaysiz. 9. Sizda ijodiy fikrlar paydo bo'lishga boshlaydi. Mengingizni yangi bilimlar bilan beyitishga boshlagandan keyin ajoyib bir holat sodir bo'lishga boshlaydi. Xiyolingiz uyg'onadi. Ijodiyat aslida insonlar hayratlangan ilhomning amaliyotdagi ko'rinishidir. Hayotda bundaq insonlar ko'plab tepiladi. Kitob o'qishni boshlagandan keyin ko'chirmalarga hech qanday ehtiyojingiz qolmaydi. Siz o'zingiz to'plagan bilim manbalaringizdan foydalanishga boshlaysiz. Shuning bilan sizda turli his tuyg'ular paydo bo'lishga boshlaydi. Siz bo'lsangiz ularni turli holatlarga selib, yangicha g'oyalarni o'ylab tepishga boshlaysiz. 10. Tasavvuringiz texmo suzuklashadi. Siz o'qiyotgan kitob kimningdir fantaziyasi. Uning ichida yurayotganingizda o'zingizning fantaziyalaringiz paydo bo'ladi va kengayib bordi. Shuning bilan sizmi o'zingizning ichki dunyongizga quloq solishga boshlaysiz. Shu yo'l bilan mengingizdagi tasavvur olamini texmo suzuklashtirsiz. Natijada o'zingizni boshqacha his qilishga boshlaysiz. Aslida bo'lsa, o'zingizni dunyodagi
әң normal ekanligingizni tushunib yetishga başlaysız. Şuna bilimingizni turli masalalar bilan to'ldirib turing. Kitap o'qish burun bo'lamdi, keyin bo'lamdi, baribir. O'zingizdagi turli ranglarda jilvalanishga boshlaydi. Sinab ko'rgingiz bormi? Undaqda qo'lingizga kitob eling. Yuqorqilar cho'qim amalga oshadi.